Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga tarixiy nazari programmamizning 12-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bugungi sonimizda 6 shaharning Qushxon davlatiga tava bo'lganligi, Qushxonlar davrida Sharqiy Turkistonda din va madaniyat, Sharqiy Turkistonda Qushxonlarning ta'siri yo'qolib, yerli xonlarning mustaqil bo'lganligi, Siyampi turklarining mustaqilligi va Sharqiy Turkiston, Sharqiy Turkistondagi xonliqlarning mustaqilligi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. 6 shaharning Qushxon davlatiga tava bo'lganligi. Miladi 150-yilga qadar bo'lgan araliqda yuz bergan voqealar haqida qo'limizda to'liq ma'lumot yo'q. Lekin 2-asrning eng qudratli turk imperatorisi bo'lgan Qushxonlarning mashhur podshohi Kanishka Sharqiy Turkistonga yurish qilib 6 shaharni qo'l ostiga kirgizganligi siyosiy jihatda muhim bir hodisa bo'lib qolmasdan balki Sharqiy Turkistonning tarixida bir burilish davri bo'lib hisoblanadi. Chunki bu davrda Sharqiy Turkistonda din va madaniyat sohasida zo'r inqilob maydonga keldi. Bularning muhimlaridan bir oz so'zlab o'tamiz. Kanishka miladi 130-yilidan boshlab O'gizning shimoliy tarafidan besib kirib, Xitoy askarlari bilan to'qinish boshlandi. Miladi 150-yilga kelganda qudratli bir qo'shin tashkillab Sharqiy Turkistonga hujum qildi. Vaxan yo'li bilan mengib Tog'dunbosh ortdan eshib Seriqo'lni egalladi. Undan keyin Qashqarga hujum qilib, u yerdagi Xitoy askarlarini butunlay tarmar qilib, Qashqar, Yakan, Xotan va 3 qatorliq xalqlarni o'ziga tava qildi. Bu xalqlarni keyincha yuz o'rib asi bo'lib ketmasin deb, bularning birdan o'g'illarini o'z bilan ko'ri elib, poytaxti Pishavarga qaytdi. Kanishka ko'ri olgan bu xonzodalarga yaxshi muomala qilib, podshohga loyiq kutib oldi. Bularni yozda Kapsada, qishda bo'lsa Qandiharda saqladi. Men bu yerda Qushxon imperatorligining Sharqiy Turkistonga tegishli qismlari ustida voqealiklarni Afg'oniston va Xitoy tarixlaridan ilib, muhtaram kitobxonlarga taqdim qilaman. Qushxonlar davrida Sharqiy Turkistonda din va madaniyat. Sharqiy va G'arbiy Turkistonda Yovchi va Saqa turklari ichida Kanishka davrigacha qadimgi turk dini, To'yin dini rivoj topgan. Bakteriya u davrda yovchilarning siyosiy markazi bo'lib qolmasdan, ayni zamonda diniy markazi hisoblanadi. Bakteriyadagi Nobar deb atalgan ibodatxona To'yin dinining eng muqaddas ma'badi edi. İran tarixlarida bu ibodatxona Navbahor degan nom bilan mashhurdir. Bu ibodatxona yafitlarning munqariz bo'lishiga qadar To'yin, Shaman va Budda dinlari uchun birdan ayrim bo'limlar bo'lgan bir cho'ng ibodatxona edi. Yafitlar munqariz bo'lgandan keyin Noshirvan bu ibodatxonani majuslarning otash gidisi, ya'ni o'tqa cho'qinadigan ibodatxonasi qilgan. İslam davriga kelgandami majuslarning eng muqaddas joyi bo'lib hisoblanadi. Hijriy 4-asrda yiqildi. Kanishka Hindistonning Patna degan joyni olgan chog'da bu joydagi Budda dinining mashhur peshvosi Asu Kushaning tashabbusi bilan Budda dinini qabul qildi. Shuning bilan o'ziga tava bo'lgan butun yurtlarda bu dinning tarqalishi va rivojlanishi uchun ko'p kuch chiqadi. Natijada Budda dini rasmiy davlat diniga aylanib, Afg'oniston, Bakteriya, So'g'ut va Taxariston qatorliq joylarda toza rivoj topdi. Sharqiy Turkistonda Budda dinining taraqqiy qilishi shunchalik chapson bo'ldiki, qisqagina bir vaqt ichida Budda diniga e'tiqod qiluvchilarning soni To'yin diniga e'tiqod qiluvchilardan ko'p eshib ketdi.
Budda dinining muhim muqaddas kitoblari Sharqiy Turkiston muharrirlari tarafidan turkcha tarjim qilindi va Uyg'ur harfi bilan yozilib, nashr qilindi. Kanishkaning taklifi bilan Budda rahiblari Sharqiy Turkistonga kelib, din tarqitish faoliyatlarini ilib bordi. Afg'oniston tarixiga ko'ra, Udun Budda dinining markazi bo'lgan. Udunda 100 ga yaqin Budda ibodatxonalari bo'lib, bularda 5000 Budda rahiblari bor edi. Xitoy tarixlariga ko'ra, Kanishkaning da'vati bilan Sharqiy Turkistonga kelgan Budda rahiblarining atog'liqroqi bo'lgani Kumarajiva edi. Rivoyatlarga qaraganda bu rahib kuchada o'ltirgan va kucha xonining qizi bilan uylangan ekan. Yana Xitoy rivoyatlariga qaraganda, Sharqiy Turkiston shu chaqlarda Hindistondan qolsa, Budda dinining ikkinchi markaziy o'rnida edi. Budda dinini tarqitish uchun Udun, Qashqar va Kuchadan nurg'un rahiblar shu chaqdagi Xitoy poytaxti bo'lgan Loyanga borgan va bu joylarda ko'plagan Budda ibodatxonalarini bino qilgan. Keyincha Quchu yana Turpan Budda dinining toza rivoj topgan yerlardan biri bo'ldi. Sharqiy Turkiston rahiblarining sharqdagi mamlakatlarga berib tabliq qilishlari bilan Orxun va Selinga daryo bo'ylaridagi Uyg'urlarmi Budda dinini qabul qildi. Diniy e'tiqod jihatda bu bog'lanishlar soyasida Hindiston, Afg'oniston va Xitoy xalqlari o'rtasida bir yaqinlik paydo bo'ldi. Natijada bu yaqinlik yolg'iz din bilanla cheklanib qolmay, balki bu mamlakatlarning madaniyat, san'at va sanoat qatorliq jihatlarda bir-biriga ko'p ta'sir ko'rsatdi. Hindistondan ko'plagan san'at arboblari Sharqiy Turkistonga kelgil boshildi. Bu ahvol Sharqiy Turkistonning o'z sanoatini rivojlantirdi. Hindiston san'atimi bu yerlarda taraqqiy qildi. Xotan xalqi Hindistonga eng yaqin qatnash yo'lini kashf qildi. Shuning bilan Hindistonga berib kelish ko'paydi va savdo tijorat karvonlari qatnashga boshladi. Bu har ikki tarafning tijorat taraqqiyotini olg'a surdi. Sharqiy Turkistondan Xitoyga borganlar bida urug'i va tol ko'chatlarini olib berib, Xitoylarga bida terishni, uzumlik bog' yetishtirishni o'rgatdi. Sharqiy Turkistonda Xitoyga borgan Roranliq Shaylun ismli bir kishi Xitoydan qog'ozchilik san'atini o'rganib kelib, Sharqiy Turkistonda qog'ozchilik san'atini yoydi. Hozir Xotan va Yarkentda rivojlangan qog'ozchilik mana shu zamondan qolgan qadimgi san'atning o'zidir. Xitoy tarixlariga qaraganda Roranda qog'ozchilik milodining 105 va 150-yillari toza taraqqiy qilgan ekan. Shunda qilib diniy e'tiqod birligi natijasida o'zaro ziyoratlar va berish kelishlar ko'payib, Sharqiy Turkistondan Hindiston va Xitoy qatorliq joylarga borganlar u yerlarda Turkiston madaniyatini taqatdi va ulardagi sanoat, ilm va boshqa madaniyat omillarini ilib keldi. Mana bu ahvol yurtning madaniyatida muhim o'zgarishni va yangilikni, ya'ni bir inqilobni maydonga keltirdi. Sharqiy Turkistonda qushxonlarning ta'siri yo'qolib, yerlik xonlarning mustaqil bo'lganligi. Kanishka milodi 140-yili vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Vushka podshoh bo'ldi. Buning zamonasida Sharqiy Turkistonda hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Hovuzka taxminan milodi 172-yili o'lgandan keyin o'rniga Vasudeva degan zot podshoh bo'ldi. Vasudeva bilan Iran shohlari o'rtasida davomli urush bo'lib turadi. Uning ustiga Hindistondagi ba'zi rajalar isyon ko'tarib, mustaqillik e'lon qildi. Natijada Qushxon davlati ojizlashqili to'di. Ammo 6 shahardagi Qushxonlar hokimiyati yanada kuchini yo'qotmagan edi. Vasudevaning milodi 220-yili vafot bo'lishi bilan 6 shahar xonlarimi mustaqillik e'lon qildi. 6 shahar xonliqlarining bu mustaqilligi hech qanday bir boshqa hokimiyatning ta'siri ostiga kirmasdan toki ularning Siampi ittifoqiga kirishga qadar 140 yil davom qildi. Siampi birlashma davlati.
Xitoy istilasidan Siampi ittifoqiga o'tish oraliqidagi davrda Sharqiy Turkistonning sharq va shimol qismlari. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, mashhur Xitoy qo'mondonlaridan Banchao Sharqiy Turkistonning sharqiy istilo qilgan tarixdan boshlab Qo'chu, Barikul, Roran va Kingit qatorliq joylar haqida ishonchli ma'lumot yo'q. U tarixdan boshlab milodining 220-yilgacha bo'lgan zaman Xan sulolasining eng kuchlangan davri bo'lib, Mo'g'uliston va Oltoydagi turk xalqlariga Xitoyga boshchilik to'lab tavallik vaziyatda edi. Mana buningga qarab Sharqiy Turkistonning u qismlarining Xitoy istilasi ostida bo'lishi kerak deb gumon qilinadi. Eli, Issiqko'l va Yetsu xonliqlarining mustaqil ekanlik ehtimoli kuchli. Emil va ikki o'giz xonliqlari Xitoy imperatorligining himoyasi ostida Mo'g'ulistonda davlat qurgan Siampi turklariga taba edi. Miladi 220-yili Xan xonadoni yiqilib, Xitoydagi ikki turk va bir Xitoy davlatlarining ishga urushlari natijasida Sharqiy Turkistonning bu qismi tamoman mustaqil bo'ldi. Bularga qaraganda 6 shahar xonliqining Qushxonlar nufuzidan qutulishi va Sharqiy Turkistonning sharqiy qismidagi xonliqlarning Xitoy nufuzidan qutulishi taxminan bir vaqtda bo'lgan. Bular 140 yilga yaqin mustaqil yashadi. Siampi turklarining mustaqilligi va Sharq Turkiston. Shimoliy Hun davlati yiqilgandan keyin Siampi turklarining Altay va Tani Olala tağları arasında yerleşkenligini yuqorida bayon qilib o'tdik. Moğol tarixlarida Manjuriya va Sharqiy Mo'g'ulistondagi turklarni umuman Tatar deb ataydi. Xitoy tarixchilari bularni Tongoz deb ayiradi. Lekin bular aslida turklar jumlasidan bo'lib, yurti Qadirxon tog'larining Siampi jilg'isida bo'lganlikdan bular tarixda Siampilar deb ataldi. Hozirgi tarix kitoblaridami Siampi turklari deb zikr qilinmoqda. Siampilar Altay tog'lariga kelgandan boshlab Xitoy imperatorligining himoyasi ostida davlat qurib, bara-bara yurtlarini kengaytib, Shimoliy Hun davlatiga tava joylarning ko'p qismini egalladi. Xan imperatorligining munqaris bo'lishi bilan tang Xitoyda isyon ko'tarilib, qattiq qalaymiqonchilik yuz berganda, bu fursatdan foydalanib Siampi xoni Shimoliy Mo'g'ulistonni besib oldi. Milodining 225-yili mustaqillik e'lon qilib, o'zini Tangriqut e'lon qildi. Lekin bu chaqda Janubiy Hunlarmi mustaqillik e'lon qilib, Shimoliy Xitoyni va Ko'k daryoning shimolini o'z tavalligiga ilib, Liao xonligini qurgan edi. Shuning uchun Siampilar sharq va janubga keng yanmay, Yetsu va elini egallab turdi. Bu hal 100 yildan ko'proq davom qildi. Milodining 350-yili Manjuriyadagi Topa turklari Liao xonligini munqaris qildi. Keyincha Topalarning ikki qismida majralar tug'ilib, o'zaro jidal boshlandi. Bu qalaymiqonchilikdan foydalangan Siampi xoni Fuxan milodi 351-yili Gansu va Shanxi o'lkalariga hujum qilib besib oldi va o'zini Xitoy imperatori e'lon qildi. Topalar bilan urushib ularni bo'ysundirdi. Territoriyasi milodi 381-yilga kelganda sharqda Yapon dengizi, janubda Ko'k daryo, g'arbda Inji daryosi va Pamir tog'larigacha yetib borgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda O'guz daryosi va Oral ko'ligacha edi. Tangriqut Fuxan milodi 351da Gansuni elib Chang'an, ya'ni hozirgi Xianfuni poytaxt qilgandan keyin Qo'ju va Roran xonlari va Tangriqut Fuxanga bo'ysunib, uning hujumlaridan saqlanishga majbur bo'ldi. Shuning uchun milodi 360-yillari atrofida bu ikki xon Chang'anga berib, Tangriqutni ziyorat qildi va uningga bo'ysundiganliklarini bildirdi. Tangriqut bu ishdan ko'p xush bo'lib, 6 shahardagi boshqa xonlarni itoat qildirish uchun Loxan degan birsining qo'mondonligida Sharqiy Turkistonga askar yo'lladi.
Alt şəhər xanları məğlub bulubmu yoki öz ixtiyori bilanmı bular toz aniq emas Siampilarga bo'ysundi. Shuning bilan Sharqi Turkiston Siampi Tangriqutining itoati ostiga kirdi. Loxan Siampi Tangriqutining Sharqi Turkistonda turishliq umumiy valisi bo'ldi. Sharqi Turkistondagi xalqlarning mustaqilligi. Tangriqut Fuxan milodi 383-yili Janubiy Xitoyni olaman deb Janubiy Xitoy davlati bilan urushga kirishdi va qattiq mag'lub bo'ldi. Natijada qo'l ostidagi Shimoliy Xitoyda isyon ko'tarilib, bu yerlarmi qo'lidan ketdi. Va Siampi davlati tamoman kuchini yo'qotib, kon yurti bo'lgan Altay tog'lariga chekinishga majbur bo'ldi. Bu vaziyatdan Siampilar qo'l ostidagi xonlar toza foydalandi va Siampi tangriqutligiga qarshi urush e'lon qildi. Oxiri milodiy 390-yilga kelganda Sharqi Turkiston xonlari Siampilarni Altaydan Shimoliy Sibiriyaga ko'chib ketishga majbur qildi. Shuning bilan u ulug' turk davlati sal eqitib ketgandek yo'q bo'lib ketdi. Sharqi Turkistonga Siampilarning umumiy valisi qilib qo'ygan Loxan bir qism odamlar bilan Kokoga qechib berib, shu yerda kichik bir davlat qurdi. 14 yil yashagan bu davlatni Xitoy tarixlarida Xolian xonligi deb yozadi. Mana shunday qilib Sharqi Turkiston xonliqlari milodiy 386da har biri o'z oldiga mustaqil bo'lib olib, bo'linma xonliqlar shaklida hukmronliklarini davom qildi. Bu vaziyat milodiy 448-yilgacha davom qildi. Ya'ni Sharqi Turkiston xonlarining Topa imperatorligiga tava bo'lishlariga qadar davom qildi. Qadrli anglovchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixiy nazar programmamizning 12-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Alloh amonat.